uyat bo'ladi. Bu vatanni bolam rakam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sev olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudi maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Qancha sharaf shonimiz, ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sev olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudi maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Bugun O'zbekiston har tomonlama kuch va qudratga ega har tomonlama. Himoya qiladi O'zbekiston o'zini, haddini bil fitnachi bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini ayta oladi, butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm fanda, har sohada bemalol, butun dunyo maydonida raqobatda shonladi. Mani ilm, ellatim, oyaginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani ilm, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida har dam. Salomatligi bor, oqibatda oxiratdagi dam odam xotirjam. O'zbegim meni millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon aqli xarobotdilar. Devonai mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajada ulug'lar, balogardonlar. Terani ko'yinon sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom.